qandagi axlatlarning 8 cho'ng dushmani. Biz ko'kmush tarkibidagi oziqlik moddalarni sanab boqaylik. Vitamin C, vitamin E, karotin qatorliqlar qon qetishini unumli to'sadi. Uningdan boshqa yana xlorofil bor bo'lib, qon tarkibidagi toksinni unumli tozalaydi. Ko'kmush boshqa ko'ktatlarga o'xshamaydigan bo'lib, u faqat may bilan birlashgandala vitamin C, karotin badanga texim oson so'mirildi. Shunglashqa ko'kmushning eng yaxshisi kavovichin, zanjivil partisi, so'ng piyoz, qolib putsingir qatorliqlar bilan birga yuqori o't qo'rib yesangiz bo'ladi. Maymun shaptilining tarkibidagi vitamin C ning miqdori xililimi. Her 100 gram maymun şaptılının tarkibida 69 mg vitamin C bo'lib, kollagen biriktirishidagi kam bos bo'lmaydigan ham materialning birisi. Maymun şaptılının qon tomirlarining elastikligini oshirib va qon besimini tengshash roli bor. Nurg'un kishilar samsaq qat'iy yaqin kelmaydi. Ammo hozirdan boshlab uni yoqtirib kelishingizni tavsiya qilamiz. Chunki samsaqning tarkibidagi samsaq moddasi jigardagi xolesterin biriktiradigan enzimning aktivchanligini ojizlashtiradigan bo'lib, bu orqali badandagi xolesterin miqdorini tuvallatib, qonning sog'lom holatda saqlanishini qo'g'daydi. Izchil turda karabsh iste'mol qilishning qon besimini muqimlashtirishga belgilik ta'siri bor bo'lib, bu karabshning tarkibida kaliy elementi va karabsh moddasi qatorliqlarning bo'lganligidan bo'ladi. Karabshni suvda qaynatib, samsaq, ochiq suv qatorliqlar bilan birga aralashtirib, so'g'oq say qilib iste'mol qilsa bo'ladi. yoki karabshni siqib, sharabdan chiqarib iste'mol qilsa bo'ladi. Qor qirinquloqning tarkibida temir moddasi mo'l bo'lib, uni davomli iste'mol qilganda qon ozliq kasallik giribtor bo'lib qolishning oldini olg'ili bo'ladi. Onundan başqa qora qirinquloqning xolesterinni tuvallatish unumi bor bo'lib, davomli iste'mol qilib berganda arteriya qetishning oldini olishga foydasi bor. Ko'di tarkibida kalsiy, fosfor, temir, qand va oqsil, vitamin A, vitamin C, karotin va zo'r miqdordagi taloliq moddalar bor bo'lib, oshqozon fushayning midirilishini oshirib, cho'ng taratni ravonlashtirish rolini o'taydi. Qizil uzum tarkibida oq o'yli alkogoli bor bo'lib, bu modda xolesterinni tabiiy tuvallatadigan modda. Şunlaşqa özüm qonni tozalash unumi eng yaxshi bo'lgan meva hisoblandi. Olma bo'lsa, unumlik bo'lgan qon tozalag'ich bo'lib, qon besimi tuvan yoki arteriya qaytish kesili bog'la olmani ko'proq iste'mol qilish kerak. Olmaning yana limfa sistemasi iqtidorini ilgari surish rolimi bor. Buningdan boshqa olma sharbatining fuchay yo'llarining lo'mallashini tezlatish roli bor bo'lib, yoz kunlari agar tomoqdan keyin bir tal olma yeb bersangiz, tan ozligingizni saqlab qolmay yana ayollar kasalining oldini oladi.